Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz. Biz Nilufar Yusupovamiz. Sizlarga bitta qiziq texnika haqida aytamiz. Mabodo sizda pulsizlikdan qiyinchilik bor, hozirgi paytda yoki qarzingiz bor, yoki sizga pul keladigan joy yo'q va siz juda ham qattiq qayg'urib o'tiribsiz va endi nima qilaman, pulim yo'q-ku deb. Buning uchun siz kayfiyatni ko'tarib olishingiz kerak va nima qilasiz? Misol uchun hozir siz ishlamayapsiz yoki boradigan joyingiz yo'q, lekin sizga pul kerak, o'zingizga kerakli bo'ladigan, oilaga, uyingizga, o'zingizga kerak bo'ladigan narsalar kerak va o'sha kayfiyatni ko'tarish uchun uyingizda shu kecha kunduzgacha nimalar xarid qilgansiz? Mana shu uyga ko'chib kelganingizdan beri. Hammasini narxini pulga chaqasiz. Kirmoshina, shifoner, garnitur, kiyimlaringiz, hammasini pulga chaqasiz. Bir kun vaqtingiz ketadimi, 2 kun vaqtingiz ketadimi, 3 kunmi, bir haftami? Qancha ko'p summaga to'g'ri keladigan pulingiz bor. Ya'ni siz da hech narsa yo'q degani emas, sizda bor o'sha narsalar, bor. O'sha summani hisoblab chiqing, qanchalik boylikka egasiz. Ijarada tursangiz ham hisoblay olgan narsalaringiz. Va bu sizni hayotingizga pulni tortishga yordam beradi va kayfiyatingizni ko'taradi, sinalgan. Marhamat.